Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Prisma bo'yicha 3-darsimiz va bugun yana bir Prismaning buyrug'i hisoblangan npx Prisma Generate buyrug'i bilan darsimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda men terminalga loyihani ishga tushirib bo'lganman. npm run deb qilib localhost 3000 ga kiradigan bo'lsak, mana bu yerda oldingi darsda qilgan o'zgarishimiz va hech narsaga tegilmagan, front-end qismida hech narsaga tegilmagan. Va endi men serverni to'xtatib turaman va yozamiz npx Prisma Generate degan buyruqni yozamiz. Bu buyruq nima qiladi? Biz o'tgan darsimizda model yaratdik va npx Prisma db push buyrug'i bilan bu jadvalni biz neondb ma'lumotlar bazamizga saqladik. Ya'ni ma'lumotlar bazamiz biza xuddi shu jadval bilan ishlashimizdan xabardor, lekin o'zimizni loyihamiz bu jadval bilan ishlashimizdan bexabar. Ya'ni o'zimiz loyihamiz bilmaydi biz bu jadval bilan ishlashimizni, ya'ni bu model bilan ishlashga loyihamiz tayyor emas. Shuning uchun bizga npx Prisma Generate buyrug'i bor. Buni ishga tushirib qo'yaman. npx Prisma Generate buyrug'i loyihadagi jadvallar bilan ishlash uchun barcha buyruqlarni yaratib beradi bizga. Buni keyingi darsda yana bir ko'rib o'taman. Prisma Generate keladiganini, nima vazifani bajarayotganini, o'sha boshqa kodlarni ishlatadigan paytimizda tushuntirib beraman. Va mana bu yerga e'tibor qilishimiz kerak. Output degan narsa bor. App generated Prisma, ya'ni biz generated npx Prisma Generate buyrug'ini yozgan paytimizda app degan papkamizning ichida generated degan papka paydo bo'ladi. Mana appni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda generated degan papka paydo bo'ldi. Buni o'zini shu yerda qo'ysak ham bo'laveradi. Ya'ni biror narsaga tegishimiz shart emas. Yoki agar buni defaultni o'chirib tashlaydigan bo'lsak, bu papkani node modules ichiga yozib beradi. Ya'ni mana bu yerga node modules ichiga yozib beradi. Shu yerda qo'ysak ham hech qanaqa zarari yo'q. Va biz keyingi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan ish Prismaga ulanish. Prismaga deyman, ma'lumotlar bazamizni Prisma orqali faollashtirish. Misol uchun biz MongoDB ga ishlasak, alohida connect to db degan funksiya yaratardik va shu funksiya orqali biz MongoDB ga ulanib ishlatardik. Endi xuddi shu ishni Prisma bilan qilishimiz kerak. Buning uchun lib degan fayl ochamiz, lib degan papka ochamiz va uning ichiga prisma.ts degan fayl yaratib olamiz. Ya'ni o'zimizni o'sha Prisma degan asosiy loyihamizga Prisma lib degan papka ochib, uning ichiga prisma.ts degan fayl yaratib oldik. Mana endi bunga ushbu kodni yozishimiz kerak. Bu o'sha Prisma bilan ma'lumotlar bazamizga ulanish kodi. Ya'ni Prisma bilan biz mana shu Prisma deb barcha modellarimizni chaqiramiz, ularga create qilamiz, update qilamiz, delete buyruqlarni bajaramiz. Bu narsani Prismani o'z saytidan topishingiz mumkin yoki ChatGPTga ham Prisma client bilan Prismaga bog'lanish deb bog'lanish kodini yozib ber desangiz ham bu narsani yozib beradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda qanday qilib CRUD amallarini bajarishni ko'rib chiqamiz. Hammaga rahmat.